Do'stlikdan boshlangan muhabbat. 2-qism. Men oliy maktab hayotimning tunji qadamida o'zimga o'xshash hakavur. Turmush sharoitimi men bilan o'xshash. Mening rastlaydigan biri bilan. Yana texi oila ahvoli uncha yaxshi emas. Chiroyli kiyim kiyib, yasnib yursimi, gilansiz badani, yumloq chiroyi bilan yanada odamga qalaymaqan ta'sir beradigan. Yana kelib, tozning nemisi bor, temir taq degandek, bir kunning ichida necha qitim yuyib tarab, moza yalvagan boshdak qilib qatirib olgan sochlari bu balning turqini to'limi kulkili qilib qo'ygan edi. Bularning biri kam so'z bilarman. Biroq ko'zlarining cho'nqur joylaridan o'zining mehr muhabbatga to'limi tashnaligi chiqib turdigan. Yana biri bo'lsa, qamlashmasimi gap qilib baqadigan. Hamma ishlarga aralashib baqadigan. Sirandek yasnishi bilan odamga kulki beg'ishlaydigan balla edi. Demak, men o'ylaganimdek kuchmisammi, bu yotoqda mening deganim hisobda qiladi. Men ularga bir-aqir o'zimni tunishtirdim. Ular bilan obdalla chiqishib qoldim. Lekin mening hozir o'ylaydiganim atidan boshlab 15 kun davom etadigan harbiy mashq edi. Shunday qilib, men oliy maktab hayotimning tunji bahorini o'ngishli boshlab olgan edim. Shunday arzu armanlarim yo'lida to'xtovsiz ilgirlayapman. Biroq natijamning qanday bo'ladiganligini rastlab qilsam o'zim bilmayman. Lekin yanala o'zim tanlagan bu yo'lda chuqum eng zo'r tirishchiligimni chiqaraman. Men oliy maktab hayotining bunchalik go'zal bo'ladiganligini o'ylabmi baxmagan edim. Bizning yotoqda 4 qiz bor edi. Rahila, Xolida ismli 2 qiz asosan yotoqda bek o'tirmaydi. Hatto ba'zi kechikimi do'stimning yotiqida yotaman deb kiribmi qo'ymaydi. Ular bilan meningmi toza xo'sham yo'q. Shundoq bo'g'ashqamikin, buningga menmi bek xushal edim. Ammo oddiy sada oila sharoiti shundoq yaxshi bo'lsa-mu, biroq faqatli kibri yo'q. Umoq ko'zlari kulib turadigan Layla ismli qiz bilan bekli yaqin bo'lib ketgan edi. U menga shunday qamraq edi. Uning bilan paranglashqim kelib turadi. Uni yaxshi bir anglag'uchi desam, gapim faqatla ortiq ketmaydi. Ba'zida ko'nglimda shunday o'ylab qolaman. Mushundoq oq ko'ngil odamlarni boshqalar nemishqa bo'zaq qiladigan-da deb. Ammo men Layliga mangulik do'st bo'lishga, bu maktabda uni har qanday bir odamning bo'zaq qilishiga yo'l qo'ymaydiganligimga va'da berdim. Mana maktab hayotim bilan tang do'stlik kunlarim echilishga boshlagan edi. Shundaq yotoqdoshlarim bilan bir-aqir tanishib chiqdim. Biroq eng achchig'im kagini eliqi o'zini eng qaltis chaqlaydigan, mijasidan odam yaratmaydigan, o'zininkini rostlaydigan Tehron degan bolaning cho'ngchiligi bo'ldi. Lekin nimali bo'lmasin, uning qo'lidan xeyli ish keldiganligi chiqib turadi. Yana bir yotoqdashim bo'lsa, uncha voydugidek yeri. Hem boshqalarni kamsitishdan boshqa ortiqchiligim yo'q edi. Yana kelib, faqatla odam yaratmaydigan mijasi bor edi. Bu bolani saromikinmi deb qolaman. O'zini maqtab o'ltirishlari odamni bekli bezar qiladi. Lekin bu yotoqdagi uchimiz yaxshi do'stlardan bo'lib qoldigandek his qiladi. Shunlashqa uningga yaxshi muomala qiladi. Tehronmi bizning yotoqning boshlig'i bo'lib qolgan edi. Demak, men kimli bo'lsin, asonla chiqib ketalishimga ishonchim bor edi. Shunga men pek ko'pmi o'ylab ketmadim. Men bu maktabga kelgandan beri menga iliq muomala qilgan birdan-bir odamdan Zahida bo'ldi. Uning mijasiga men bekla amroq bo'lib qolgan edim. Chunki u o'g'illarga xos jasoratlik, gap so'zlari o'rinliq,
odamni qoyil qila oladigan, qaysar, nahaqchilikni ko'rsa chidab turolmaydigan, sho'x ham omaq qiz edi. Uning ko'zlari yo'g'an ham nurliq bo'lib, birasiga olib qarashidilla yevitadigandak tuyg'u beradi. Shunlashqimikin men uning bilan bekli yaqin do'st bo'lib qolgan edim. Mening bekma ortiqcha talabim yo'q. Faqat birdan bir arzuyim yaxshi o'qib, apamning yukini yengillashsam keldi deyman. Hayotimizda mangan yo'llar hargizmi osonlashmaydi. Faqat biz texmi qaysar bo'lishimiz kerak. Beshimizga kelgan nurg'un ishlar tasodifiylik emas, balki bizning taqdir qismatimiz bo'ladi. Men o'ylayman, güzel misralarni tizg'ili qalam badal to'liginidek bizning qanot qiqib uchishimiz uchun yordam beradigan birlari bo'ladi hayotda. Nurg'un kishilar shundoq deyishidi. Men uchun qilganlari uchun men bek baxtlik. Ammo men deyman, beg'ishlug'uchi erishguchidan bekerek baxtlik. Chunki u har bir beg'ishlashlarda, har bir badallarda his qilgan qalbdagi rohatlikni erishguchining qalbi mangu his qilolmaydi. Nurg'un kishilarning shundoq deyishayotganligini anglayman. Dunyoda mangulik do'st bo'lmaydi. Do'stlikning hammasi foyda manfaat ustiga qurilgan bo'ladi deyishidi. Lekin men deyman, insonlarning hammasi, shaxsan mendan boshlab hammamiz to'liq shaxsiyatchi kelamiz. Eng oddiysini aytsak, o'xshash bir so'rinda mening ismimni boshqalar chaqirsa, o so'rinda menga o'xshash ismli bir qancha odamlar bo'lsa, hammamiz tanli shu tarafga qaraymiz. Chunki biz o'z ismimizni boshqalardan qizg'anamiz. Demak, bizning shaxsiyatchiligimizning oddiy bir misolini so'zlaganimdek, mushu shaxsiyatchiliklar ishidan haqiqiychilik yo'ldan chiqarib muomala qilganlarni topmoq haqiqatan oson emas. Biroq biz atrofimizga zanzilib qarab baqsak, haqiqiy muhabbatlik, mehrlik dillar hali ham bizning yonimizdalar. Eng muhimi ishonch deb qarayman. Bugun nemishqikin maktabning oshxonasidan tamoq yeymiz deb yotoqdagi uchimiz oshxonaga chiqdik. Lekin oshxonada liqli odam bor edi. Biz tamqimizni ko'tarib chetdirak bir o'ringa keldik. Bu o'rinning yermida ikki qiz o'tiribdi. Biroq mush qizlarning yendek o'rinlardan boshqa joyda o'rinmi tugab ketgan edi. Shunlashq amal yo'q o'tiraverdik. Shunda o'ltiraylik deb turishimizga u qizlarning biri menga qarab sat birini olaverdi. Menmi yanmay o qizga: "Qizchaq, ko'zingizga bir narsa kirib ketmasin yana. Nimaga buncha olaysiz deyman? Atrofda o'rin yo'q ekan, yoningizda o'ltirdik. Yoningizda o'ltirganga xush bo'lsangiz bo'la. Bo'lmasa biz misladek qo'noq chiroylarni izlab so'rab kelib o'ltirmagan." Shundaqmi? Qarsılar quruq so'lat yormas ekanligingiz chiqib turdi bo'lmasa. Xafa bo'lmasangiz o'rindiqda o'ltirib eling. Siz bilan mo'dishilganga ortiq vaqtim yo'q. Voy, nima degan gapinchiq nazar sening? Nerede o'ltirsam o'zimizning ishi. Sening ko'rsatib berishingning hojati yo'q, bildingmi? Adash bo'ldi qila gap qilma, o'tinib qolay, nima chatligimiz deyman. Tehron, senmi bo'ldi qil? Qiz bola bilanmi tang bo'lamsan? Alayig'ini ko'ngil izhor qilganimi texi? Hey! Sen mutoli ko'nglimni lashtirmagina. Nereden keldi bu bir nimalar kayfimni uchiruq? Gaping bana o'xshamanda. Voy, biz shundoq qilib bir o'rinning sababidan bu qiz bilan qattiq varqirishib ketdik. Oshxonadagi bolalar birdamda bizning yonimizga o'lishib bo'lgan edi. Bu qizmi o'zining tamqini yeyvermay biz bilan tamtil so'qishyotdi. Hey, xafa bo'lmasangiz, mening ma yuzi qalin, putimga dastimisangiz bo'ptikan, ondan menmi ağlaymaydim. Sizning his qilish iqtidoringiz normalmi ya? Hajab desab turiverdingiz, bo'lmasa menmi olib ko'zimni upiratmaydim sizga. Voy voy. Darhol putimga qaradim.
Men rostla uning putiga dastak turibdiman. Shu asnoda bu qizning gapini anglagan barliq bolalar parangladi kulib, men qarab bir nimani devatadi. Xatolik o'zimni bo'lg'achqa, men ortiq gap qilolmadim. Naqadar o'ng'aysizlanganligimni faqat o'zimni bilaman. Xap to'xtab tur. Bugun meni satlashtirganingga seni to'yg'izatmaydigan bo'lsam, ichimda shundoq dedim o'zimga.